tugadi. Endi ta'tilga viloyatga ketamiz. Viloyatda nima bor? Shaharda qolib ishlab, soqqan-soqqa ko'rish kerak. Chunki bu or-nomus masalasi. To'g'ri. Issiq kunda mors zo'r ketadi o'ding. O'zimiz mors bo'lib qoldik-ku. Hamma morsni o'zing ichib qo'yding-ku. Bo'lmaydi bu biznes, viloyatga ketamiz. Yo'q, boshqa biznes o'ylaymiz. Or-nomus masalasi. Aytgan biznesing shumi? Viloyatga ketaylik. Yo'q, boshqa biznes topamiz. Or-nomus masalasi. Yur bakalashkalar sotib kelaylik. Ko'tara olasanmi o'zi? Men Surxondaryo polvon yigitlardanman. Ishlar emas-ku. Davay. Hali. Uyga ketaylik. Boshqa biznes o'ylaymiz. Or-nomus masalasi. Zo'r reja bor. Nimaga Real formasini kiyib olding? Odamlar bizga rahmi kiyganidan pul beradi. Qanaqasiga rahmi keladi? Kamavinga kamao, Kylian Mbappé, Mbappé. Papito, me llama. Hoy keling, bu yoqqa. Qayerga ketyapsan? Uyga, viloyatga qaytaman. Or-nomus masalasi nima bo'ladi? Brat kelyapti, o'zidan so'ra olasan. Brat, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Yana keldingizmi? Keyin bilan kelgan bo'lsangiz, chotga o'zing qarab qo'yma yana. Yo'q, bu safar sal nozikroq mehmon bor. Endi erkakchilikda bo'lib turadi, tushunasiz-ku. O'zingiz qarab berasiz. Arzon deb shu yerga olib keldim. Ha, keyin emasmilar? Voy, buncha chiroyli joyga olib keldingiz. Rahmat, oyoqcham. Bilasan-ku. Xush kelibsizlar. Mana menga. Xohlagan narsangizni zakaz qilishingiz mumkin. O'tgan safar keyin bilan kelganingizda ikkita kartoshkali somsa zakaz qilgandingiz. Tabiiy qolib yerdan. Rostdan ham zo'r joy ekan. Bilardim pastmasligingizni. Bitta mastava 350 mi ekan? Nimadir dedingizmi? Narxlar qachon o'zgardi? Hozir o'zgardi. Voy, bir shashlik 500 mi ekan? Zo'r bo'lsa kerak. Tug'ilmagan moldi go'shidan bo'lganmi deyman shashliklaring? Yo'q, 350 mingga mastava bergan sigirni go'shidan bo'lgan. Bizga ikkita mastava, shashlik, salatga Sezar salat 700 mi ekan? Bitta Sezar salat. Sezar salatinglarni Kleopatra tayyorlayaptimi deyman? Oysha xolam tayyorlagan. Olib kelaymi? Olib kel. Xush kelibsizlar. Maza qilib o'tirdik, rahmat. Xush kelibsiz. Bitta yaxshi tilaklar. O'tirgan joyimiz o't bo'lsin, qaytib kelgan. Shodiyor aka, nimaga boshqaga uylanib ketdingiz? Va'dalar bergandingiz-ku. Menga ham va'dalar bergandingiz. Erkakmisiz o'zi? Erkakmisan? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Tinchlik. Uxlur. Yaxshi emas. Yangi kuyov, hayot qalay bo'lyapti? Ha, tushunarli, nima bo'ldi? Kechqurunlar uxla olmayapman, qiynalib ketdim. Oldin senga uylanaman deb va'da bergan qizlarimning ovozlari kechqurun bilan meni qiynamoqda. Qiynalib ketdim, to'ydan beri uxlaganim yo'q. Ko'zlarimni qara. Men senga necha marta aytdim, hamma qiz bilan gaplashavermadim. Yaqinda uylangan amakim o'g'li bor, xuddi sari holating bo'ldi. Tenday bo'lib qoldi. Nima qilaman? Men sizga gapiryapman. Nimaga quloqingiz gapyapti? Men ham gapiryapman. Siz kimsiz o'zi? O'zingiz kimsiz? Men yaxshi ko'rgan qizlari bo'laman. Men ham yaxshi ko'rgan qizlar bo'laman. Keling, o'zlaridan so'raymiz. Shodiyor aka, kimni yaxshi ko'rasiz? Meni yaxshi ko'rasiz-a? Yo'q, meni yaxshi. Meni yaxshi. Meni. Har xil ovozda eshitilyaptimi? Ko'p erkaklar ovozini eshityapsanmi? Yaxshi, onangga ket. Yangi uylangan kuyov. Kuyov bola, yangilik bormi? Ha, kecha O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi, eshitmadingizmi? Daltonik, yaqinda uylanding. O'zing haqida so'rayapman. Ha, yo'q, Somsa bormi? Yangilik bormi? Yo'q. Somsa ham yo'q bo'lmasa.
Yangilik bormi? Yangilik bormi? Yangilik bormi? Yangilik bormi? Ukam qalaysan, tuzumsan, charchamayapsan? Yaqinda uylanding, to'yingga aytmading. Yangilik bor? Bor yangilik. 22 ga kirdi yangilik. Erta to'yini qilyapmiz. O'ynaymiz, o'ting. 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 Boshqacha. So'ra, yaxshisan. Uylanuvding-a? Uylanib yo'q bo'lib ketding. Bitta narsa so'rayman. Jon, bilaman nima so'rashing. Nima so'rashing bilan. Yangilik bormi deysan-a? Uylanganimga necha 4 kun bo'ldi. 4 kun bo'ldi. 4 kunda men qanday yangilik yasab qo'yishim mumkin? Kallang ishlatay. Birortang so'rasang o'zing derdim. Jim, yangilik Bemor uzr bola. Voy shoshilib so'rash esimdan chiqdi. To'y qaysi to'yxonada bo'lyapti? Rough your